Qani? Ha. Evet, tavba qildim. Nima bo'lganda deb o'ylaysizlar bu mashinaga? Sizlar taxmin qilib turinglar, men hozir nimadan chiqishini ko'rsatib o'taman. Hop, o'ng tomon granatalarni yechishni boshlaganmiz. Yechib bo'lganimizcha sizlar bitta like bilan podpiskani bosib turinglar. Kanalimizning rivoji uchun akalar. Hop, nima bo'lgan desalaring, mana granatasini yechib oldik seli. Hamma o'ylab turgan bo'lsa kerak, ichki granataning separatori to'kilib ketgandi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Butun turibdi. Bu yoqda qozoniga ham hech qanaqa zarar etmagan, prosta ozgina tishlashganligi uchun aylanib ketdi-da bu. Shuning uchun dirillab kuchi yetmadi yurgizib olgani. Sababi nimadanligini aytaymi? Sababi bizga kelishdan oldin tashqi granata pinli qo'ydirishgan. Granatani chiqarib turib yana joyiga qaytadan qo'yganda malotoy bilan qattiqroq urib o'rgan. O'qni o'zini stopper tushadigan joyidan ham bu yoqqa o'tib ketib qolgan granata. Shuning uchun granatani qatirganda bu o'qni tortib qolgan va korobkani qozoni bilan ozgina tishlashib qolib, mashinamiz turgan joyda dirillab qo'zg'ala olmasdan turaverdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, stopperning o'rni joyidan o'tib ketib qolgan. Biz hozir buni granatani chiqarib qaytadan o'zini stopper tushadigan joyiga tiqib beramiz. Bu xolasa shu bilan mashinamizda muammosi hal bo'ladi. Shuning uchun ustakalar ehtiyot bo'lib, vнимательно ish qilishga harakat qilamiz. Hammada bo'ladi bunaqa holat. Mana o'zini iziga tushgan holatini ko'ringlar. Ozgina shilitsalar tashqarida qoladi. Ichida stopper tushadigan o'rniga stopperni tushirib qo'ydik. Joyiga yig'ib beramiz bo'ldi. Bu xolasa ishlari shu bilan tamom.